Zor mag'lubiyat. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20-asrdagi kommunizmning gullanishi va halokati. 11-bob rayonlik ma'lumotchilikning ko'rilishi. 1-qism. Polshadagi nurg'unlagan kommunizmcha emas faoliyatchilar Polshaning azodlik ishlarini Sharqiy Yevropadagi boshqa qo'shni davlatlarning azodlik ishlari bilan birlashtirishga uzluksiz tirishmoqda. Bu xil yangi yuzlanish Kreml sarayini tövəndəki ikki xil kelgusiga nisbatan barğancha andishiga selib qo'ydi. Birinchisi bo'lsa, Kommunistik partiya hukmronligi paydin-pay ojizlashmoqda. Ikkinchisi, partiya hukmronligiga qarshi inqilob xarakterlik ma'lumotchilik yuz berdi. Gorbachevning islohot muddasi yuqorida aytilgan tirishchanlikni texmo osonla reallikqa aylantirib qolmay yana kommunizmchi emas faoliyatchilarga ular ehtiyojliq bahona ta'min etdi. Ular Sharqiy Yevropadagi ba'zi qo'shni davlatlarning, ya'ni hozircha Sovet ittifoqining Litva va Ukraina ittifoqdosh jumhuriyati to'g'risida to'xtalmaymiz. Bu joylar Polshaning siyosiy madaniyatining ta'siriga intayin oson uchraydi. Islohot qilmaganligini ko'rsatsa bo'ladi hamda bu hodisani sotsializmga qarshi qatmanlikning dalili yerlik kompartiya rahbarlarining Sovet ittifoqini do'rashni xohlamaganligining isboti deb qaraydi. Gorbachevning revizionizmlik kayfiyati hamda uning barliq kompartiya davlatlarining egilik huquqidan bahramand bo'lish haqidagi palpatish so'zlari Sovet ittifoqining Praga bahorini bostirish sababli kishilarda keltirib chiqargan qo'rqinch psixikasini yo'qotmoqda. Xrushev tuyuqsiz Titoning bid'at ta'limotiga qonunliq o'rin berib, 50-yillarning o'ttirlarida Stalinizm yo'liga qo'yilgan Sharqiy Yevropa davlatlariga ta'sir ko'rsatgan. Xrushev bo'lsa, ilgari g'ayri iqimga tava Sharqiy Yevropa inqilobchilarining ideyasi bilan ma'naviy yiltizdashdir. Bu ikki voqeaning ba'zi kishini hayron qoldirg'idek o'xshash tarafi bor. Shak shubsizki, islohot Sharqiy Yevropada texmi cho'ng umidni o'yg'itib qolmay, yana o'qituvchilarga qonunliq o'rin ta'min etdi. Mushundaq orqa ko'rinish ostida polshaliklar hozirgi Sovet ittifoqi tuzumiga qarshi Sharqiy Yevropa demokratiya kuchlari bilan texmi keng doirlik ittifoqdoshligiga oldi bilan chaqiriq qildi. Polsha jamiyatida ko'rilgan o'z-o'zini ozod qilish ahvolini nazarda tutganda texmi ching kontrol qilinayotgan o'xshamagan siyosiy qarashdagi qo'shni davlat ittifoqdoshlariga selishtirganda polshaliklar texmi oson to'plasha oladi, tashkilot qura oladi, faoliyat qila oladi. Boshqa Sharqiy Yevropaliklarga nisbatan aytganda, bu xildagi har qanday harakat texmi cho'ng xeyim xatar keltirdi va texmi yuqori badal to'latkizdi. Polshaliklarning ilgir to'lagan qurbonliklari o'zlari uchun hukumatdan muayyan chekdagi kengchilikka erishtirdi. Bundan sırt, polshaliklarning yana kundan kunga mukammallashayotgan maxfiy harakat qiladigan an'anasi bor. Polshaliklarning xos tarixiy bo'lganlikdan ularda bir xil tabiiy xohish bor. Hamisha butkul rayonni strategiya chiqish nuqtasi qilib, Sovet ittifoqining ilgari Rossiya hukmronligiga qarshi turishni o'ylashidi. 1986-yili Polsha o'qituvchilari hatto yangi ittifoqdosh nomidagi bir alayda jurnalni ta'sis qilib, kompartiya hukmronligiga qarshi rayonlik harakatga maxsus safarbarlik qildi. Jurnalning xabar berish doirasi barliq Sharqiy Yevropa davlatlarining poytaxti Varshava,
Praga, Bratislava, Budapest, Buxarest, hatta Sofiya bilali çekilinip qalmay yana Sovet ittifaqida milliy bölgünçilik yüz berish ehtimolliqi bo'lgan barliq ittifoqdosh jumhuriyatlarning poytaxti Kiev, Minsk, Vilnius, Riga va Tallinn'g'imi chetiladi. 1987-yili Sovet ittifoqliqlarning Chexoslovakiyaga tajovuz qilib kirganligining 19 yilligida Polsha va Chexoslovakiyadan kelgan dangliq o'qituvchi zotlar Tatra, ya'ni Tatra tog' tizmasidagi chegara rayonida bir maxfiy joyda birlashma yig'in ochdi. Yig'inga qatnashganlar asosiy insoniy huquqdan bahramand bo'lish dokladini e'lon qildi. Ular yana Sovet ittifoqi akademiyasidagi akademik Andrew Sakharovga alayda qo'llash telegrammasini yo'lladi. Bu kishi uzundan buyon o'xshamagan siyosiy qarashdagilarning vakili bo'lib, yana Gorbachevning Sovet ittifoqida yo'lga qo'ygan islohotini qattiq maqtadi hamda bu islohotlarni Sharqiy Yevropada texmi cho'nqur o'zgartish qilishning asosi qildi. Gorbachevning islohotini yuzaki maqtab qo'ygan necha jumla madiyaning Sovet ittifoqi rahbarlarining gumonini yo'qotishi mumkin emas. Ularga nisbatan aytganda, texmi keng doirada Sovet ittifoqi hukmronligiga qarshi turmagan Sharqiy Yevropadagi ittifoqdoshlarga o't ustiga yog' chachmagan taqdirdami, Polshadagi ahvol allaburunli ularga yetarlik tahdid shakllantirdi. Aniqki, Kreml sarayı qanliq bostirish vositasi. Ya'ni bu xalqarалық ta'sirda to'langan badal qo'llanmay, balki Polshaga texmo ko'p o'ziga xo'jayin bo'lish huquqini berishdiki, ochiq mevani o'zi majburiy yutdi. Ammo Sovet ittifoqi rahbarlari Polshaning bundaq ahvolining atrofidagi boshqa Sharqiy Yevropa davlatlariga yamrab ketishiga sabr qilib turolmaydi. Bundaq kelgusi Sovet imperiyasining uyushish kuchini gumron qiladi. Lekin bu xil ahvol yamrashqa boshladi. 1988-yili yil beshida Polsha, Vengriya, Chexoslovakiya va Sharqiy Germaniyadagi demokratik o'qituvchilar boshchilik bilan birlashma bayonot e'lon qilib, o'z davlatida demokratiyalashtirishni talab qilib, texmi boturani bir qadamni oldi. Birinchi qitimda 300 odam birlashma bayonotga imzo qo'ydi. Ikkinchi qitimda 438 odam imzo qo'ydi. Ularning ichida yana Yugoslaviya, hatto Sovet ittifoqidagi bir qism kishilar bor edi. Bundaq ish ilgari ko'rilib baxmagan. Birlashma bayonot psixika va tarix jihatda bo'sishga erishdi. Stalin rayon zo'migarligini yurgizgandan buyon Sovet ittifoqining hukmronligiga qarshi Sharqiy Yevropa o'qituvchilar birlashma tashkilotlarining birinchi qatim qo'l tutishib, hamkorlashib, oshkora namoyon bo'lishidir. Orqadanlar Sovet ittifoqi Chexoslovakiyaga tajovuz qilganligining 20 yilligida Polsha va Chex o'qituvchi tashkilotlaridagi 26 vakil mashhur Polsha Chex birlashma bayonotini e'lon qilib, Varshava shartnomasiga o'zgartish kirgizib, har qaysi davlatlar egilik huquqining to'liq hurmatga erishishini kapolatga ega qilmoqchi bo'ldi. Bayonotda tövəndəki münasibətli hüccətlər 1968-yildəki Çexoslovakiyaga aid hüccətlər, 1980-yili və 1981-yildəki Polşaga əlaqədar hüccətlər, 1939-yili, 1941-yildəki, 1944-yili və 1948-yildəki Polşa puhralarını xalğanca qolğa alğanlığının hüccəti. 1940-yildəki Katyn çoğ qırğınçılığının hüccəti. Emri Naygi və neçə yüz qollğucularga ziyankeşlik qilish hüccəti.
Kompartiya va İşçilar Partiyasi axborot idorasining harakatiga aloqador hujjatlar hamda 1948 va 1956 yildagi Chexoslovakiya soti cho'ng qirg'inchiligiga aloqador hujjatlarni e'lon qilishni qat'iy talab qildi. Asosligi Polshada yuz berayotgan zo'r o'zgarish. Ya'ni birli vaqtda ko'p qism Sharqiy Yevropa davlatlaridami yuz beryotidi. Moskvaga nisbatan bir xirsdir. O'zgarish Moskvaning davlat ichida islohotida uchirgan mushkulotini og'irlashtirdi. Bu vaziyatga qanday inkas qaytarishni jazmlashtirish undaq oson ish emas. Yoshurun milliy kayfiyatning partlash mumkinchiligidan sirt kun sir eshib berayotgan rayonlik iqtisodiy krizismi bu siyosiy o'zgarishga turtkilik rol o'ynadi. Bu xil krizis bilan Sovet ittifoqi aslidan duch kelgan qiyinchilikning manbasi bir yerdan chiqqan. Shunga oddiy saqchi shaklda bostirish asosidagi inkas qaytarish tadbiri unchalik unumli bo'lmadi. Odamni turmaga solib o'tish, milliy ishlab chiqarish umumiy qiymatini tuvallatib qolmasdan, aksicha rayonlik to'polonni keltirib chiqardi. Shunga Sovet ittifoqi va Sharqiy Yevropa rahbarlari ehtiyotjonlik bilan ish ko'rishga majbur bo'ldi. Buning bilan birga Sharqiy Yevropadagi iqtisodiy qiyinchilik og'irlab, siyosiy ma'lumotchilikni yanada keskinlashtirib etishi mumkin. Zo'r miqdorda yordam mablag'iga erishgan Sharqiy Germaniya hokimiyatidan sirt har yili G'arbiy Germaniyaning necha milliard Amerika dollari yordamiga erishidi. Sovet ittifoqi bu rayonda yo'layotgan hokimiyatlarda ijtimoiy iqtisod jihatda muvaffaqiyat qozongan birmi ulgu yo'q. Ularning iqtisodiy taraqqiyoti G'arbiy Yevropadagi qo'shnilarga hargizmi yetmaydi. Ba'zi davlatlar, bo'libmi Ruminiya va Polshada hatto iqtisodiy jihatda gumron bo'lib, tegi yo'q hanga duch kelgan edi. Ruminiyada ziyoda chiriklashgan shaxsiy mustabidlar rahbarlik qilganlikdan vaziyati texmi chatoq. Bu mustabidlar tashabbus qilgan shaxsga cho'qinishni faqat Albaniyadagi Anvar Xo'ja va Shimoliy Koreyadagi Kim Ir Sung'la selishtirg'ili bo'ladi. New York vaqt gazetining 1987 yili 12 oyning 20 kunidagi bir parcha muloyiza maqolasida intayin aniq so'zlar bilan mazkur rayondagi kommunizm iqtisodining jiddiy vaziyati va texmi og'ir kelgusini yig'inchoqladi. Muloyizaning oxiriga 3-chi dunyodagi yangidan gullangan sanoat davlatlari eng yangi texnika bilan zavod qurayotgan vaqtda Sharqiy Yevropa paydinpay ibtidoiy sanoat davrining muzeyxonasiga aylanib qoldi. Sharqiy Yevropa tezlikda 3-chi dunyoning bir qismiga aylanib qoldi. Ehtimal 3-chi dunyo ellardagi nurg'un davlatlar iqtisodda Sharqiy Yevropadan eshib ketayotgan bo'lishi mumkin. Singapur Osiyoning faqat 2 million aholisi bor shahar davlati. G'arbga eksport qiladigan mashina uskunlari butkul Sharqiy Yevropaninkidan yana 20% yuqori deb yozilgan edi. Rayonlik iqtisodning yomonlashishi Polsha jamiyatining paydinpay o'z-o'zini azod qilishi bilan Sovet ittifoqining islohot uchun qilgan kurashlar giralishib, o'zaro qarama-qarshi hamda mohiyat jihatda itoat qilmaydigan kuchlarni bas-basta borliqqa keltirdi. Moskvaga bo'lgan hurmat sababidan Sharqiy Yevropadagi har qaysi davlat rahbarlari eg'zida Gorbachevning islohotini maqtab uchirdi. Lekin bu usul dal aksicha unum berdi. Bu zo'r islohot talab qilishdagi davlat ichidagi besimni qonunlashtirib qolmay yana ulgu bo'lgan Polshani vositalik qo'lladi. Buningdagi alayda bir sabab bo'lsa, Gorbachev bilan Jaruzelskining yaqin shaxsiy munosabati bor edi.
Bu rayondagi har bir hokimiyat kuchlik besim ostida turmoqda. Dövlətinin künsiri ağırlaşıyotgan iqtisadi мәсələsini hal qilish chorasi yoki dövlət içi ijtimoiy siyosatining yangi tangponligini amalga oshirish uchun chiqish yo'li tepish ustida izlanmoqda. Gerçi islohotning umum yuzlanishi bilan Sovet ittifoqi andisi aksichi yo'l tutgan bo'lsa-mu, amaliyotda islohot bargan siri sovutsizlashtirishning ma'nidosh so'zi bo'lib qolgan bo'lib, har qaysi hokimiyat beshidagi partiyalarning konkret tadbiri bak yiroqlab ketdi. Bolgariya va Sharqiy Germaniya iqtisodiy jihatdan nisbatan muqim va intayin unumlik va mustahkam ijtimoiy tashkilchanlikni saqlab kelganlikdan Moskvaning yo'liga qadam-qadam agashdi. Amaliyotda Germaniya Demokratik Cumhuriyeti o'zini allaqachon siyosiy jihatda so'z harakati ehtiyotchan Sovet ittifoqi islohotchilarining namunasiga aylantirdi. Bolgariyada bo'lsa, Sovet ittifoqi islohotining ta'siri faqatla iqtisodiy sohada tilga elishqimi arzimaydigan kichikkina yangilik shamolni ko'tardi. Bu xil tilga elishqimi arzimaydigan yangilik Gorbachevning idea andisi ustiga qurilgan. Ammo Bolgariya rahbari Todor Jikov 1988-yili 6-oyda Sovet Kompartiyasining alayida vakillar yig'inidan keyin aniq ta'kidlab, Gorbachev o'tirg'a qo'ygan siyosiy taraqqiyot andisini faqat Sovet ittifoqiga alayida muhim ahamiyati borligini aytdi. Texmo qiyin bir iqtisodiy ahvol Vengriya, Chexoslovakiya bo'libmi Rumuniyani qiynayotdi. Vengriyaning iqtisodiy islohoti mohiyatda planliq iqtisod va cheklik bozor tangshash orasidagi tangshash mahsuloti. Janus Kadar 1956-yildan buyon izchil Vengriyaning shak shubisiz rahbar bo'lib keldi. Hozir kimning uning o'rnini oladiganligi aloqador siyosiy masala kelib chiqqandan keyin islohot og'ir qiyinchilikqa tushib qoldi. Vengriya bugungi kunda nima qilarini bilolmay turib qoldi. Bir tarafdan kishilar iqtisodda huquqni qo'yib o'tishning zarurligini his qilib yetdi. Yana bir tarafdan hokimiyat beshidagi partiya yana davomliq siyosiy hokim mutlaqlikni yo'lga qo'ymoqchi bo'ldi. Shunga iqtisodiy islohot bir izda to'xtab qoldi. Hatto tuyuq yo'lga kirishga boshladi. Tashqi qarz eshib, iqtisod chekindi. Pul pahallashish va ishsizlik davomli ko'rilib, jamiyat davolg'ushini keltirib chiqardi. Yuqori qatlam byurokratlarning cheriklashishi ham taraqqiy qilishi bo'lsa, intayin umumyuzlik hodisa bo'lib qoldi. Vengriya siyosiy va iqtisodiy sohasi orasidagi ziddiyatni qabul qilg'ili bo'ladigan iqtisodiy qutqizish omilining jarayonini saqlang'ili bo'lmaydigan holda murakkablashtirib etib, dogmachilar va mutaxassislar davlatni idora qilish nazariyachilari orasidagi kurashni qo'zg'ab qo'ydi. Lekin umum yuzlanish yana ilgirlagan asosda huquqni tövanga tushirib, bozor mexanizmini yana kengaytib, xususiylar beji yig'ish va kuchining boricha tashqi mablag'dan foydalanib, sheriklashgan korxona qurish bo'lib, barliq tadbirlarning hammasi Sovet ittifoqi andisidagi sotsializmni texmi ilgirlab suslashtirdi. Vengriya bilan Polshaning nayt o'xshaydigan yana bir tarafi bo'lsa, Sovet ittifoqi ideologiyasining avam orasidagi obro'yi to'kilib, 40 yillik ideya singdirmichiligi allaqachon g'alita siyosiy unutqoq kesilini paydo qildi. Bu
noktada Budapest radio stansiyasi 1985 yili 5 ayning 1 kunidagi tabriklash faoliyatida ilib borgan ziyorati nihoyat yaxshi misol bo'la oladi. Bu ziyoratlar Budapestdagi asosliq maydon bo'lgan Karl Marx maydonida ixtiyoriy ilib berilgan. Muxbir yo'ldan o'tib ketayotganlardan Marx kim deb so'raganda javobi radio anglatish xarakteriga asosan elindi. Tövendiki bo'lgan. Birinchi yo'ldan o'tkichi. Mendan bundaq ishlarni so'ramang. Muxbir, oddiy necha ig'iz bo'lsa-mu bo'lmamdi? Yo'ldan o'tkichi. Mening degim yo'q bo'lamdi. Muxbir, nemishqa? Yo'ldan o'tkichi. Amaliyotda mening bundaq narsalarni o'rgangudak vaqtim yo'q. Muxbir, lekin siz maktabda cho'qim uning ish izlarini anglagan. Yo'ldan o'tkichi. Men doim dars tashlayman. Ikkinchi yo'ldan o'tkichi. U bir Sovet ittifoqi faylasufi. Ingliz uning do'sti. Men yana nimani deyalayman? U qirg'andan keyin ondan o'lgan. Üçüncü yo'ldan o'tkichi. Albatta, u bir siyosiyon. Yana siz bilasiz, uning ismi nima? Lenin. Leninning asri. Ash asarlarni Vengriyachaga tarjim qilgan. To'rtinchi yo'ldan o'tkichi. Uni o'rganish, cho'qim o'rganadigan dars. Shuni biz uni tushunamiz. Muxbir, undaqda bir qancha ig'iz so'zlab baqsangiz qandaq? To'rtinchi yo'ldan o'tkichi. Bo'ldi qiling. 8-yillikda o'qigan darsimdan intam olmang. 8-yillikdagi vaqtda biz bu nuqtani cho'qim bilishimiz kerak. U Germaniyalik, u bir siyosiyon. Meningcha u etib tashlangan. Chexoslovakiyada 1968 yildan boshlabla jimib ketgan hamda Sovet ittifoqining tajovuz qilishi bir yo'ldala hal qilayotgan masalalarni Gorbachev yana qaytadan tartib chiqdi. 1987 yili Gorbachev Pragani ziyorat qildi. Bir qatimliq oshkora muxbirlarni kutib olish yig'inida kishilar Gorbachev bilan 1968 yildagi Praga bahorining rahbari Aleksandr Dobchin o'ttirsidagi asosliq o'xshamaslikning nimaligini so'raganda Gorbachevning bayonotchisi Gennadiy Gerasimov bir ig'iz so'z bilan maxfiyatlik tugunini ichivatdi. Uning javobi faqat 2 so'z. 19 yil edi. Uning bergan bisharati Dobchik bo'lsa faqatla tarixiy reallikdan halqib ketgan hamda haqiqiy qutratquliq jinoyati bor revizionizmchi emas edi. Gorbachev hokimiyati 1968 yildagi Sovet ittifoqi mudoxilasining o'rinliq bo'lgan bo'lmaganligini qayta o'ylanib ko'rishi mumkin. 1987 yili 11 oy Moskva Bolshevik inqilobining 70 yilligini xotirlagan vaqtda Gorbachevning qo'llag'uvchilari bu ko'z qarashni oshkora o'ttirg'i qo'ydi. Bu shak shubhasiz Chexoslovakiya kompartiyasi rahbarlarining ko'nglini sovutdi va tashvishlantirdi. Chunki ular shu qatimliq mudoxila sababidan hokimiyat beshiga chiqqan. Ahvoli eng chataq bo'lgani Ruminiya. Allaqachon yomonlashgan iqtisod urushi vaqtidagi saviyaga tushib qoldi. Yemaklik kamchil, qishda par va tok kamchil, eng og'ir bo'lgani iste'mol buyumi yo'q. Ruminiya hokimiyati kesalman millatchilikni niqob qilib, bir xil tushunchada Ruminiya milliy madaniyatining xosligini ta'kidladi. Ruminiya rahbarlarining nazariya ta'limotida dunyo sotsializmiga qo'shgan atalmish ich xarakterlik to'kpisini ta'kidladi. Ruminiyada mustabid Nikola Cheseskuga bo'lgan shaxsiy cho'qinish uchiga chiqqan.
Rumıniyaning axborot xabarlarida u har vaqt madhiyalanib turgan. Masalan, 1988 yılı 7. ay partiyaning organ gazeti Uchqun gazeti uni madhiyalab, milliy qahramonning qahramoni, qaltis jangchi, inqilobiy, vatanparvar va mutafakkur, xalqaro kommunizm va ishchilar harakatidagi ko'zga ko'ringan arbob, tinchlik qahramoni, milliy mustaqillikning qo'g'dug'ichisi va egilik huquq ko'rishi hamda yangi dunyo tartibi qurishning simvoli degan. U o'z tirishchanligi orqali Rumıniyaning ismi mayli qayerda tilga ilinsin, kishilarning zo'qini keltiradigan va hurmatini qo'zg'aydigan qilgan. Davomi bor.